aka, siz borgan joylarga borish bizga ham nasib qilsin, iloyim. Unaqa dema, qaytarib ol. Borma. Bu Maray Mamat akani ham yaxshi odam deyishardi. Rosta ich qora ekan-a. Ko'ngil uchun ham bir og'iz nasib qilsin demadi-ya. Nima bo'libdi aka, eshitmadingizmi? Timsoh yeb ketibdi. Shunday katta odamni timsoh ham yeydimi? Endi Farmon aka o'zi bir katta odam edi. Oxiracha yeb tashlamagan bo'lsa kerak. Dinozavr yemeydimi? Mendan bitta qo'y qarzi bor, 50 kilolik qo'y. Menda ham 2 tonna piyozimni olib ketgan edi. Hozirgacha kelgan yo'q, xabari yo'q. Bu xalq nima deyapti? Boraylikchi. Bilmasam, nima qilamiz, nima qo'yamiz? Azizlarim, bunday janozada birinchi marta qatnashishim. Vallohu alam oyoqqa janoza o'qilmaydi degan gapni eshitganman. Adashmasam, Farmon akani 2 ta o'g'li bor edi-ya. Ha, men katta o'g'illariman. Ukam ham yarim soat oldin shu yerda edi. Qo'rqib qochib ketdi shekilli. Azizlarim, hozir bizda bir ajoyib illat chiqqan. Qarzni olib qaytarish xayoliga ham kelmaydi. Qarzi bor odam hattoki go'sht yeyishga haqqi yo'q. Qarzdor odam o'lsa kafanlamasdan ko'mish kerak. Hozir bizda qarzni oladi, qarzi bor odam umraga boryapti. Umraga borish sunnat. Qarzni berish farz. Qarzni bermay o'lsa olovli zanjirga bog'lanib azoblashadi. Umraga bormasdan o'lsa bunchalik azoblanmaydi. Dadangizni qarzi bormi, yo'qmi, xalqdan bir qator so'rab qo'ying. Hamma qarzlarni men to'layman. Haloyiq, dadamning qarzlari bormidi? Qayerda? Buncha qarzni men to'la olmayman. Dadangiz qanday odam edi? Shuni ham bir so'rang. Dadam qanaqa odam edilar? Iflos odam edi. Farmon aka firibgar odam edi. Uni yer yutsin. Bekor timsoq yebdi. U odam yer yutish kerak edi. Mendan 2 kamas qovun qarzi bor edi shu odammi? Marhum muttaham yaramas kazzob odam edi. Pulini bermaguncha domla qabrga qo'yilmasin. Mendan 70 million so'm qarzi bor edi. Qarzini bermasa, oyog'ini menga beringlar. Itimga yediraman. To'g'ri. Qarzini bermasdan yerga ko'milmasin, xaloyiq, norozi bo'linglar. Endi bu oyoqni nima qilamiz? Dadam rahmatli tirik paytida ham oyog'i rosa tutardi. Dadam rahmatlining oyog'ini yegan timsoh qaytib qo'rgan shekilli.